4,5 gigavat bo'lgan quyosh, shamol va energiya saqlash tizimlarini ishga tushirish maqsad qilingan. 2 milliard kilovat soat elektr energiyasi qayta tiklanuvchi energiya manbalari, quyosh panellari, shamol stansiyalari orqali ishlab chiqarildi. Qayta tiklanuvchi energiyani aholi hayotiga olib kirish qay tarzda amalga oshirilyapti? Bugungi kunda davlatga pul to'lashni o'rniga ham tarmoqqa sotaman-da, ham o'zimning ehtiyojimni qoplayman. Buni o'rnatgan xonadon aholisi tushundiki, hattoki ortiqcha energiya hisobiga daromad holatida ham o'tyapti dedilar. Mana 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilining ham 4 oyini yakunladik. Nimalar rejalashtirilgan edi, nimalarga ulgurdik va yana nimalarga ulgura olmadik. Davlat va nodavlat tashkilotlarida, hatto shaxsiy hayotimizda ham sarhisob qilish boshlandi. Yil boshida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan tasdiqlangan davlat dasturida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy qilish, quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurishda bir qator vazifalar belgilangan edi. Vazifalar 2030-yilgacha kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar tizimining ajralmas qismidir. Bugun taraqqiyotning yangi bosqichi, xalq farovonligi va kelajak avlod hayoti uchun juda muhim bo'lgan masala. Yashil iqtisodiyotga bosqichma-bosqich o'tish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli spikerlar, xush kelibsizlar. Davlat dasturida qayta tiklanuvchi energiya manbalari hamda yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha qanday vazifalar belgilangan edi va bugungi kungacha natijalarimiz qanday bo'ldi? Marhamat. Oldimizga qo'yilgan maqsad hozirda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini imkoniyatimiz qadar tezroq oshirib, bunda issiqxona gazlari, atrof muhitga bo'lgan ta'sirini kamaytirish, shuningdek, energiya resurslarini barqaror yetkazib berishni ta'minlashdan iborat. 4,5 gigavat bo'lgan quyosh, shamol va energiya saqlash tizimlarini ishga tushirish maqsad qilingan. Yil boshidan bizda 2,5 gigavat quyosh va 900 megavat shamol elektr stansiyalari o'rnatilgandi. Hamda 300 megavat energiya saqlash qurilmalari. Endi bu yil davomida bo'lsa, belgilangan maqsadimiz 2700 megavatdan ortiq bo'lgan quyosh elektr stansiyalari, keyin 752 megavat bo'lgan shamol elektr stansiyalari va 1700 megavatdan ortiq bo'lgan energiya saqlash tizimlarini ishga tushirishdi. Hozirgi kunga qadar bu tizimlarda ishga amalga oshirib, bundan 600 megavat bo'lgan shamol elektr stansiyalari ishga tushirildi. Hozirda umumiy quvvati 1,5 ming megavat bo'lib, tizimga yashil energiyani yetkazib berib turibdi. Bilasizlar, shu paytgacha biz tabiiy gazga bog'langan elektr energiyasi, issiqlik bilan ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan davlat edik. Endi bizda qayta tiklanuvchi energiya manbaidan ko'p miqdorda olish imkoniyatimiz, ya'ni qazilma yoqilg'i bog'liqligimiz kamaytirgan natijasida biza elektr energiyasini ham elektr maqsadlarda ham isitish maqsadlarida foydalanishimiz mumkin va biz bu qazilma yoqilg'ilarga bo'lgan bog'liqlikni kamaytirish bilan birga atrof muhitga buning natijasida chiqadigan issiqxona gazlarini ham kamaytiramiz. Joriy yil 12-aprel kuni soat 15 dan 30 daqiqa o'tganida mamlakatimizda shu paytgacha o'sha ishlab chiqarilgan jami elektr energiyasini ma'lum bir qismi, ya'ni 2 milliard kilovat soat elektr energiyasi qayta tiklanuvchi energiya manbalari, bu asosan quyosh panellari hamda o'sha shamol stansiyalari orqali ishlab chiqarildi. Bu endi nima beradi? Masalan, bu 600 million kubometr tabiiy gazni tejash imkonini berdi. Qolaversa, atmosferaga qariyb 800 ming tonna zaharli moddalar chiqishini oldini olib qoldi bu orqali. Ikkinchi tomoni o'sha nafaqat xuddi o'sha soatda, xuddi o'sha vaqtda biz yana hisoblab ko'rdik. Qayta tiklanuvchi energiya jami, ya'ni gidroni ham qo'shganda 3 milliard 707 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarishga erishgan ekanmiz. Qariyb o'sha 1 million 250 ming atrofida tabiiy gazni tejash imkonini yaratdi bu. Aholimizni aytaylik, bir 300 ming 400 mingga yaqin aholini o'sha bir yillik iste'molini iqtisod qilib qoldik. 1 yillik iste'molni. Bu aholining qariyb 10% ni tashkil qiladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari bo'yicha amalga oshirilayotgan loyihalarning bugungi holat qanday holatda va 2030-yilgacha bo'lgan maqsadli ko'rsatkichlarimiz haqida gapirib bersangiz. Marhamat. Hozirgi kunda 2,5 ming megavat quyosh elektr stansiyalari, yirik sanoat ko'lamida quyosh elektr stansiyalari o'rnatildi. Shundan yana yil boshidan hisoblasak, yana qo'shimcha 600 megavat shamol elektr stansiyasi ishga tushirib, umumiy quvvati 1,5 mingga yetkazildi. Xabaringlar bor, Buxoro, Navoiy, Qoraqalpog'iston hududlarida bizda shamol potensialimiz yuqori. Ya'niki potensiali yuqori bo'lgan hududlardan hozirda stansiyalar qurilib, ishga tushirilishi davom etyapti. Endi bu yil davomida yana 2700 megavat bo'lgan quyosh elektr stansiyalari ishga tushiriladi. 1750 bo'lgan energiya saqlash tizimlari ishga tushiriladi.
shu paytgacha 300 megavat bo'lgan energiya saqlash tizimlari ishga tushirilgan. Bu energiyani tizimga barqaror ulanishi, biz undan foydalanishimiz uchun energiya saqlash tizimlarini ham joriy qilishimiz kerak. Ya'ni ortiqcha ishlab chiqarilib turgan paytda energiya saqlash tizimlari o'zi saqlab qolib, ehtiyoj bo'lgan paytda yana uni tizimga qaytarib berib, iste'molga yo'naltiriladi. Joriy yilning o'zida 225 megavat bo'lgan kichik quvvatli gidroelektrostansiyalarini ishga tushirish ishlari olib borilyapti. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni oshirish davomida biz 2030-yilgacha ulushini doimiy ravishda oshirib borib, 4% yetkazish harakatidamiz. Endi aytganimdek, mana Hasan akam aytib o'tdilar, hozirda energiya ishlab chiqarishda bizda hattoki protest ham bo'lyapti. Ya'niki eksportga imkoniyatimiz oshyapti. Bu yil davomida ko'rdikki, biz importni kamaytirib, eksportni ko'paytirdik. Buning natijasida biz yashil energiyani eksport qilish imkoniyatimiz bo'ldi. Qayta tiklanuvchi energiyani aholi hayotiga olib kirish, masalan, qishloq xo'jaligi, uy-joy sektorida qo'llash qay tarzda amalga oshirilyapti? Nominal narxi elektr energiyani nisbatan kamroq. Mana biz bir yo'lga qo'ygan mexanizm o'z ehtiyojidan ortiqcha chiqarilgan elektr energiyasini tizimga sotish. Bu ham anchagina kuchli qo'llab-quvvatlash. Chunki tizim tomonidan ushbu o'zgaruvchi energiya manbasini balansini saqlashga yordam beraman, sen shuni o'rnatgin degan bir mexanizm yo'lga qo'yildi. Ham ortga sani iste'molingdan ko'ra qimmatroq narxda sotib olish bo'yicha yordam ko'rsatadigan mexanizm qo'yilgan. Endi buni o'rnatgan xonadon aholisi tushundiki, hattoki ortiqcha energiya hisobiga daromad holatida ham o'tyapti deganlar. Energetika vazirligida umuman tizimda ishlaydiganlar hammasi uyiga elektr o'sha quyosh panellarini o'rnatgan, hammamiz o'rnatganmiz. Bu menga hozir nima beryapti? Masalan, mani bir oylik talabim, ehtiyojim har oyda o'rtacha 300-350 kilovatt soat atrofida edi. Ya'ni men har oyda shundan kelib chiqqan holatda davlatga pul to'lardim. Bugungi kunda masalan men o'zim hisob kitobini ham olib boryapman. Davlatga pul to'lashni o'rniga ham tarmoqqa sotaman-da, ham o'zimning ehtiyojimni qoplayman. Ham uyimda chiroq bor doim. Plus davlatga sotganim hisobiga har bir kilovatt soatiga 1000 so'mdan olyapman. O'rtacha bu ham baribir 350-400 mingga boryapti. Davlatdan masalan menga hisobimga tushadigan pul. Barchamiz uchun qiziq bo'lgan savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana biz Shamol elektrostansiyasini ko'rib turibmiz. Hamma uchun qiziq. Aynan mana shu stansiyani o'zida deylik bir oyda qancha elektr energiyasi ishlab chiqariladi va qancha xonadonlarimizni aynan energiya manbalari bilan ta'minlash mumkin. Bir oyda 4900 ta xonadonni elektr energiya bilan ta'minlaydi. Bir yilda 400 tadan ziyod xonadonni bir yillik ehtiyojini shuni o'zi qoplab beradi. Yashil iqtisodiyotga o'tishda umuman xorijiy investitsiyalar bilan birgalikda ishlash qanday bo'lyapti? Hamkorliklarimiz qanday? Marhamat. Bu hammasi to'g'ridan-to'g'ri xorij investitsiyasi bo'lib, davlat kafolati umuman yo'q birontasida ham. Ya'ni davlat bo'yniga hech qanday majburiyat bo'lmaydi. Zimmasida hech qanday yuk yo'q. Ular xorijdan kelayotganlar shu o'zini risk deydimiz, shu o'zini riski hisobiga keladi. Biz ularni nima bilan hudud bilan ta'minlaymiz va bularga faqatgina biz nima yordam bera olamiz? Ya'ni ular ishlab chiqaradigan elektr energiyasini shartnomalarga ko'ra o'sha 25 yil davomida kafolatli sotib olishni bo'ynimizga olganmiz. Qolgan hammasi bu yoqda kelib o'sha stansiyani qurishdan tortib ish o'rni yaratish va elektr energiyasi ishlab chiqarib uni uzatishgacha bo'lgan jarayon xorijiy investorlarimiz o'zini o'sha mehnati, o'zini mablag'i, o'zini ishi. Endilikdagi vazifalarimiz, qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz nimalardan iborat? Ekologik va sotsial mas'uliyat, korxonalarda ishlab chiqarishda ham o'sha ishlab chiqarish jarayonlarida yashil texnologiyalarni qo'llash bilan birga samaradorligini oshirish, energiya resurslarini isrofgarchiligini oldini olish, ulardan samarali foydalanish va buning natijasida o'zida iqtisodiy jihatdan energiya resurslarini unumli foydalanishni tashkil qilish. Buning natijasida biz energiya resurslarini nafaqat rezervlarni yaratamiz, balki iqtisodiyotimiz ham energiya intensivligini kamaytiramiz. Biz 2030-yilgacha bo'lgan o'sha davrda 40% dan 54% ga chiqardik. O'zimizning ham imkoniyatlari bilan kelib chiqqan holatda. Bu oshib boraveradi, bu chegara emas. Masalan 2035-yilga borganda buni 65% ga, keyinchalik undan ham yuqori qilib bora-bora mana bugungi kunda bizdagi issiqlik elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqariladigan elektr energiyasi 70-75% tashkil etib kelgan bo'lsa, o'shani teskarisiga aylantirmoqchimiz-da. Borib issiqlik elektr stansiyalari ishlab chiqaradiganlar 15-20 oralig'ida qolishi kerak. Bugungi kunda biz ishlatayotgan tabiiy gaz, bugungi kunda biz foydalanayotgan konlar bu faqatgina bizga taalluqli bo'lgan narsalar emas. Bularda bizning farzandlarimiz, nabiralarimiz ham haqqi bor. Ota-bobolarimiz bizga qanday yetkazgan bo'lsa, biz
xuddi shunday asrab avaylab ularga ham bu narsani yetkazib berishimiz kerak. Bugungi kunda soha xodimlari olib borayotgan ishlar, izlanishlar 2030-yilga borganda man ishonaman, albatta o'zini mevalarini beradi. Hurmatli spikerlar, bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga rahmat aytamiz. Yashil iqtisodiyot biz yashab turgan muhit, hayot, sifatimiz va farzandlarimiz kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega. Qayta tiklanuvchi energiya, sog'lom ekologik muhit, energiya tejamkorlik va fuqarolik mas'uliyati bularning barchasi har birimizning birgalikdagi, hamkorlikdagi hal etiladigan umumiy vazifalardan biridir. Kelajak bugundan boshlanadi. Unutmaylik, bugun biz qanday qadam tashlasak, ertangi avlod shunday hayot kechiradi. Davlat dasturiga oid keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.